3 o'rgimchak odam haqida qiziqarli faktlar. Tom Holland kastingdan qanday o'tganiga qiziqamisiz? U backflip, orqa akrobatika orqali kastingdan osongina o'tib ketgan. Boshqa aktyorlarga qaraganda bu akrobatik sahnalar bilan u ajralib turgan va aynan rejissyorlarga ana shunday yosh akrobatik aktyor kerak edi. Andrew Garfield haqiqatdan ham real hayotda birinchi Spider-Man muxlisi bo'lgan va u bolaligida hatto 3-5 yoshliklarida Spider-Manni kiyimini kiyib rasmga ham tushgan. Yoshligidan Spider-Manni yaxshi ko'rib yurgan. Birinchi marta o'rgimchak kiyimini kiyganda hattoki ko'ziga yosh ham kelgan. Tobey Maguire u haqiqatdan ham real hayotda zo'r pokerchi hisoblanadi. U oldin 2000-yillar yashirin stavkalarda mashhur pokerchi bo'lib o'ynagan va millionlab pullarni yutib olgan. Bu haqida uning filmi ham bor. Spider-Man No Way Home filmidan keyin uchala Spider-Man ham bitta filmda o'ynashgandan so'ng ular guruh ochishgan. Tom aytgan, bizning WhatsAppda guruhimiz ham bor degan. U guruhni aynan o'zi ochgan va ular uchalasi gaplashib turishadi. Tobey Maguire haqida qiziqarli faktlardan biri, u film olish jarayonida o'rgimchak chaqish sahnasi haqiqiy bo'lgan. Haqiqiy o'rgimchakni keltirib qo'yishgan va 156 marta bu kadr qayta va qayta olingan va oxiri ishlab chiqqan. Tom Holland haqida qiziqarli faktlardan biri, unga to'liq spoilerni berishmaydi, negaki u intervyularda aytib qo'yish ehtimoli juda ham katta va ko'p intervyularda spoilerni aytib qo'yadi. Sir saqlay olmaydi. Shu bois unga ko'pincha filmlarda ham qaysi aktyorlar bilan jang qilishini aytishmaydi. Ba'zi sahnalarda aktyorsiz, ya'ni havo bilan jang qilgan sahnalar ham bo'ladi. Ma'lumotlar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta menga follow bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga ko'rishguncha